Xotin? Yosh? Tinchlikmi adasi? Ha, shu tamide. Ko'chaga chiqqaning yo'qmi? Qurib ketuvdingiz-ku. Bilasan, men havodan ham rashk qilaman seni. Ko'zim oldida yurgan. Men buni senga. Dilosh, xotin! Tinchlikmi? Ha, shu tamsa. Nima uchun rashk qurasiz? Men seni hammadan rashk qilaman. Pashshadan ham, changdan ham, tushundingmi? Shuning uchun ko'zim oldida o'tir. Dilosh, xotin! Oyga nima uchun rashk qurasiz? Shu yerda hech qayerga ketganim yo'q. Men seni tushlarimdan ham rashk chiqaman. Bugun uxlamasam kerak. Dilosh, xotin, qatasan? Ha, shu yerda nima yana? Ha, bilasan-ku, men seni rashk qilaman hamma narsadan. Yo'q, oshxonaga kirib chiqaylik. Men nima qilaman u yerda? Sen kim bilan qolmoqsan bu yerda o'zing? Xotin! Dilosh! U oshxonadaman. Ronaldo bilan idishyapman. Assalomu alaykum qadrli Ronaldo bilan idishyapman. Mana Ronaldo qayerda? derbi uchrashuvi guvohiga aylanamiz. Lekin negadir maydonda Cristiano Ronaldo ko'rinmayapti. Xotin! Rashk qilasanmi, qizg'onasan